Uchrashuvga chiqmoqchi bo'lgan qiz kelmadida. Birga ovqatlanishga bormaysizmi? Kim kelmadi? Qayerga olib borasiz? Nima taklif berasiz? Restoranga boramizmi? Pulim kamroqda. Xo'p, gumma bo'ladimi? Ketdi. Yuring. Voy. Bagaj yo'q, hech bo'lmasa. O'zingizgachi. Men uyda yegandim. Nimaga uchrashuvga chiqmaydigan bo'libsiz bilan? O'rtoq aytibdi, u bola kamroq pul topadi. O'zi nega rozi bo'ldingiz? Ayol zoti haqida sizni fikringiz noto'g'ri qolib ketishini xohlamadim. Vaqt o'tib hozir gumma bergan odam unga imkon va ishonch bildirilsa, eng qimmat restoranda, eng qimmat ovqatni ham olib berishi mumkin. Men 5 ta saboy olib bera olasizmi? O'zim ham sotib ola olayman. Lekin xohlaymanki, siz olib berishingiz. Erkak kishining pulida boshqacha baraka bo'ladi. Buni ham savob. Nasibani tashlab ketish kerak emas. Mana Umid siz olyapti. Qizlar, bolalarni boyligiga qarab baho bermanglar. Bugun peshkom yurgan bola ertaga sizlarni Ferrari'da olib yurishi mumkin.